Ijarada turadigan talabalar diqqatiga. Sizning ijara to'lovingizning bir qismi davlat byudjetidan qoplab beriladi. Bu yangilik emas, 2021-yildan beri bo'lib kelayotgan amaliyot, ammo yangilik shundaki, endi talabalar 1-noyabrdan boshlab ijara to'lovining bir qismini my.gov.uz portali orqali qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Hozirgacha hujjatlarni dekan o'rinbosariga yoki oliygohning tegishli bo'limiga taqdim etish talab etilar edi. Bu esa o'z-o'zidan ko'proq vaqt talab etadigan holat bo'lgan. Qoplab beriladigan ijara to'lovining maksimal miqdori esa quyidagicha. Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari, ya'ni 412 ming so'm. Boshqa hududlarda esa bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari, ya'ni 206 ming so'm. Va eslatib o'taman, bu tartib davlat oliy ta'lim muassasalarida faqat kunduzgi ta'lim shaklida o'qib, qonuniy ijarada yashayotgan talabalarga taalluqli bo'ladi. 2021-yildagi qarorga ko'ra ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lganlar va oliygohda faol bo'lgan talabalar birinchi navbatda moliyalashtirilishi aytilgan. Chunki ijarada yashaydigan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalarining 60% ga kompensatsiya beriladi. Lekin hozirgacha murojaat qilganlarning deyarli barchasiga ijara to'lovlarining bir qismi to'lab berilmoqda. Videoni foydali bo'lishi uchun talaba do'stlaringizga yuborib qo'ying. Agar talaba bo'lsangiz, sahifalarimizga obuna bo'ling, chunki hali siz uchun kerakli bo'lgan ko'plab ma'lumotlarni berib boramiz.